Aqlli shahar loyihasini Xitoyning Huawei kompaniyasi amalga oshiradi. Qirg'iziston hukumati bilan mazkur kompaniya o'rtasidagi shartnomaga 11 yanvarda qo'l qo'yildi. Tomonlar tortishuvga sabab bo'layotgan masalalar bo'yicha bir fikrga kelishdi. Qirg'iziston tomonidan loyiha uchun investitsiyalarni rivojlantirish va mudofaa agentligi javobgar. Militsiyaning ishini ochiqligini, tezkorligini ta'minlab, yo'l halokatlarini kamaytirishga yo'naltirilgan xavfsiz shahar loyihasi haqida bir qancha yildan beri aytiladi. Biroq bu loyiha atrofida sud ishlari bo'lib amalga oshmay qolgan. Loyiha asosida Bishkek va O'sh shaharlariga strategik ahamiyatga ega yo'llarga video nazorat kameralari o'rnatiladi. Uni amalga oshirishga taxminan 43 million dollar sarflanishi aytilgan. Sosnovka nazorat o'tkazish punktida og'ir yuk tashuvchi avtomashinalarga kiritilgan cheklov tongi soat 8:00 da olindi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi xabar qildi. Kecha 11 yanvarda avtomashinalar tirbandligini oldini olish va yo'l tozalash ishlarini olib borish maqsadida tushki soat 12:00 dan boshlab og'ir yuk tashuvchi avtomashinalarga cheklov kiritilgan edi. Yo'lda yurgan vaqtda favqulodda holatlarga uchragan fuqarolar 112 xizmatiga qo'ng'iroq qila olishadi. Saudiya Arabistoni Qirg'izistonning haj safarini uyushtirish ishlariga yaxshi degan baho berganini muftiyat bildirdi. Bu vaqtgacha muftiy Maqsadbek hoji To'xtamushev din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining raisi Zairbek Ergeshev, fuqaroviy aviatsiya agentligining direktori boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Saudiya Arabistonining hojilik ministrligi chaqiruvi bilan mazkur o'lkaning hojilik va umra ministrining o'rinbosari bilan uchrashgan. Ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda 2017-yildagi haj ishlarini uyushtirish muvaffaqiyatlari, o'zgachaliklar haqida fikr almashib, yotoqxona, avtobus xizmatlari, Mina, Arofat, Muzdalifa hududlaridagi xizmat ko'rsatish servislari yuqori darajada ekanligi ta'kidlandi. Eslatib o'tsak, qirg'izistonlik delegatsiya Saudiya Arabistoniga 2018-yildagi haj ishlarini tashkil qilish bo'yicha ikki tomonlama shartnomani imzolash uchun borgan. Qirg'iziston musulmonlarining din boshqarmasi joriy yildagi haj safariga ziyoratchilarni tashish uchun 12 fevralgacha aviakompaniyalar o'rtasida tanlov e'lon qildi. Unga Qirg'iziston va Saudiya Arabistoniga tegishli firmalar ishtirok eta oladi. Bu haqda muftiyatdan bildirishdi. To'g'ridan-to'g'ri Jidda va Madina shaharlariga uchish va o'z vaqtida belgilangan joyga yetkazish, samolyotda hojilarga 2 mahal halol taom berish, yuk yo'qolgan vaqtda topib berish kabi 30 ga yaqin talab qo'yilgan. Tanlov natijasi 13 fevralda chiqariladi. Bu yilgi ziyorat avgust oyiga to'g'ri keladi. Ziyoratchilar safariga iyul oyida jo'nay boshlashadi. 2017-yili Saudiya Arabistoni Qirg'izistonga 4760 o'rin bergan. Safarning bahosi 2760 dollar bo'lgan. Qirg'izistonga o'zbekistonliklar 9 korxona quradi. Hozirda ikki tomonlama shartnoma tuzilib, hujjat ishlari bitish arafasida. Amalga oshsa, avtobus, qishloq xo'jaligi texnikalari, yengil mashina, kundalik ehtiyoj buyumlari, plastik eshik va derazalar chiqaruvchi korxonalar ochiladi. Bu Qirg'izistonga investitsiya kiritib, g'aznaga katta daromad olib kelishi kutilmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. 2017-yili Bishkekda va Toshkentda tashkil etilgan biznes forumi natijasida Qirg'izistonda O'zbekistonning 9 ta korxonasi ochishga shartnoma tuzilgan. Unga ko'ra Artel Energy va qirg'izistonlik LTB firmalari Artel brendida kir yuvadigan jihozlarni birlashtirib korxona ochishadi. Perfect Plast Profil va qirg'izistonlik Imzo Ltd plastik, alyuminiy profillar ishlab chiqaruvchi va avtobus, yengil avtomashina, qishloq xo'jalik texnikalarini chiqaradigan zavodlar quriladi. Bundan tashqari o'lka hududida avtomashina sotadigan diler markazlari va O'sh shahrida Media Park deb nomlangan zamonaviy savdo markazlari tashkil etilishi kutilmoqda. O'sh shahridagi Akfa Inzomen предприятие ishxona ochamiz degan bo'lsa, bu mart oyida yaqin arada ishga kiradi. Bayaqi bытовой texnika bo'yicha ishxona 18-yilning oyog'ina chayin ishga kiradi deb kutamiz. Andan tashqari men aytmay ketibman bu yerda официалдык баягы дилерлик борборлор курулат. Ал борборлордо болсо баягы машина сатылат турган борборлор, Isuzu автомаркасындагы автобустар чыгат жана жеңил унаа Равон дегендер.
Korxonalar dastlabkisi shu yilning mart oyida O'sh shahrida ochilib, ro'zg'or buyumlari, eshik va romlar chiqarila boshlaydi. Mashinasozlik tarmog'i esa shu yil oxiri yoki keyingi yilning boshida yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Eng asosiysi, shartnomaga ko'ra ochilgan korxonalardagi xodimlarning barchasi 100% mahalliy yashovchilardan bo'ladi. Бул керек. Эми, конечно, баягы биздин өзүбүздөн майда шиле нерселер чыгып, бизде в основном сборка болот го деп ойлоп атам. Жыйноо биздин элибиз бар ошол жерде жумушчу катары иштеп, налог төлөнөт. Yangi korxonalarni Qirg'izistonda qurilishi o'lka iqtisodiga jiddiy ta'sir qiladi. Sababi mahalliy aholi ish bilan ta'minlanib, ishlab chiqariladigan mahsulotlar narxi barqaror bo'ladi. Bu esa davlatdagi ishlab chiqarish tarmog'ini rivojlantirib, uni yana ham kengaytirishga sharoit yaratadi. Ошол эле стиральный машина болобу, же болбосо мына машина сборочный завод деп атат, ошол эле машиналарды иштетсек болот. Арзан баада биздин жашоочуларыбыз алса болот. Ошондой эле мен айтар элем, ошол менен гана чектелип калбастан биздин өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөргө дагы басым жасап, ошол аркылуу биздин ата мекендик өндүрүшчүлөргө дагы бир топ ыңгайлуу бир жагдайларды түзүп бергенге бир шарт түзүлөт эле. Iqtisodchilarning so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonda quriladigan korxonalar yengil sanoat tarmog'ida oqsab turgan o'lka uchun katta imkoniyat eshigini ochadi. Shu bilan birga qo'shni davlat o'z brendini yana ham kengroq davralarda e'lon qila olishadi. Birinchiden o'sha O'zbekistondan kelgan investor foyda topadi. Ikkinchisidan o'sha zavoddan chiqqan produksiyasi o'sha yerda ishlagan bizning Qirg'izistondan odamlari kirishga foyda topadi. Бұл жағынан biz hech qachon hech narsa o'ttirmaymiz. Hozirgi vaqtda ikki davlat orasida korxonalarni qurish bo'yicha memorandum imzolangan. Unga ko'ra hamkorlikdagi korxonalar Bishkek, Qorabolta va O'shda quriladi. Qirg'izistonda avtomashinalarni ro'yxatga olish narxi arzonlashadi. Bugungi kunda transport vositalarini ro'yxatga olish o'rta hisob bilan 3000 so'm turadi. Agar yangi mexanizm ishga tushsa, bu summa 1500 so'mgacha kamayishi kutilmoqda. Bu Qirg'iziston Respublikasida yo'l xavfsizlik tizimini isloh qilish asosida amalga oshadi. Hozirda maxsus ish rejasi tuzilib, hukumat muhokamasiga yuborilgan. Shu asosida 3 oy arafasida ishga tushishi kutilmoqda. Ta'kidlab o'tsak, so'nggi vaqtlarda avtomashinani ro'yxatga olish muammoli masala bo'lib qolgan. Fuqarolar ishonchnoma bilan olgan avtomashinalar sud orqali qamoqda, nasiyada yoki garovda bo'lib qolgan holatlar ko'p bo'lmoqda. Yangi usul bilan bu kabi muammolardan xalos bo'lish mumkin. Parlamentdagi Qirg'iziston fraksiyasi bugun hukumatning yo'l xavfsizligini ta'minlash va yo'l halokatlarini oldini olish bo'yicha harakatlari haqidagi ma'lumotini tinglaydi. j.ORTRK Kengashining matbuot xizmati bildirishicha, deputatlarning savollariga Ichki ishlar ministrligi, yo'l xavfsizligini ta'minlash boshqarmasining yetakchilari, iqtisod ministri, davlat bojxona xizmatining raisi javob beradi.